xodimlar mendan ko'p pul oylik olishdi. Foyda bo'lmagan payt ham bo'lgan, savdo bo'lmagan holatingiz ham bo'lgan. Bo'ladi. Masalan, mendan ko'ra mana Chimganda shunaqa bo'ldi yaqinda. Chimganda filarimizda xodimlar mendan ko'p pul oylik olishdi. Meni oyligim Chimgandan olgan dividendim xodimlarning oyligi ko'proq bo'ldi. Bunga qanaqa qaraysiz? Xodim bo'lib ishlaganingiz yaxshiroq. Bizdan ko'p pul oldi. Chunki meni Chimganda filarim sherikchilikda bo'lganda, sherigim bilan olgan dividendim xodimlardan past bo'ldi. Bizni просто o'tkazib yubordik o'sha oyga. Mana bor realniy gap. Biznes transferanda o'zi. Biznes bir kun bunda tushadi, bunda chiqadi. Impulsda bu, bunda o'ynaydi yuragiga o'xshab. Uning uchun bar yonida kamida 50-60 ming dollaringiz bo'lmasa, biznes qilishdan tashqari yoningizda pul bo'lishi kerak. Tikish uchun, murtli sezonlarga tikish uchun. Agar tikmasangiz, tirik qolish uchun deydi. tirik qolish uchun. Bo'lmasam okeanda o'lib ketasiz akulalarga. Ya'ni biznesmenni har qadam riskdan iboratmi shunaqa? Конечно. Pul bo'lmasa bo'lmaydi-da, ushlab turish kerak. Payti keladi, chiqib olasiz yana. Bu kuchsizlar sal pastga tushib minusga kirib keturadi. Chunki ularni targetga yetishga pul ham qolmaydi даже. Takovkani ham oddiysini qilish mumkin. Tovarni ham bunday oson qo'yish mumkin-da. Sifatsiz tovar sotish mumkin. Biz sotayotgan tovar sifatli, qimmat bo'lganidan tashqari, biz sifatga javob beramiz.